Voy, вообще серьезный apparat-da, jigar. Offroad qiroli deyiladi Amerikada. Ford Raptor. Shunaqangi derski ko'chalarda to'ldirib oqib yursangiz bo'ladi. Bakın siz zavod-mavodlaringiz bo'lsa, zavodda yog'idan yog'iga borib kelish uchunmi yoki showmi yoki baliq ovlariga hamma yaqinlaringizni ortasiz. Bu keyin pikap-ku orqasiga ham dunyoni narsasi ketadi. Ford Raptor bilasiz O'zbekistonda juda kam. Narxi juda baland turadi bu apparatda. Eng qizig'i aynan mana shu apparatda Rastamoshkasini o'ziga qancha 38 ming pul to'ladim deyaptilar. Rostakasimi ramali mashina hisoblanadi. Любой yo'lga cho'chimasdan kirib ketasiz. Bu juda ham ekonomичныйga. 2 litr turbo dizel motorli ekan. O'rtacha 9-11 litr shaharda rasxod qilar ekan. Tasavvur qilasizmi? Dizelning hisobiga benzinga nisbatan ot kuchi ancha ko'p bo'ladi. Palasi ushiydigan adaptivniy kurs kontrol, fanat tarmajini, hamma narsasi bor. 360 kameralagacha. Bu yoqqa kelingda, off-road yo'llarga moslashgan mana hamma rejimlar bor. Пониженный, повышенный, undan tashqari mana yomon yo'llarga moslashadigan rejimlar hammasi bor. Amerikanskiy maxluq hisoblanadi. Rochniga voy 25 yil, atigi 13 mingga kraskasi top-toza mashina ekan. Rochniga mana shu maxluqqa 85 mingga atigi bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring, rosa savdolashdi. Yo'q, sizni bosib yuborishingiz uchun bundan ortiq yana qanaqa narxga qo'yish kerak? Ford Raptor. Bilasiz, seriyozniy apparat bosib yuboring.